Bu obyektimiz mana LED lampalarni, lentalarni uстановка qilib berishyapti. Necha puldan qilasiz buni? Metrini. Assalomu alaykum. Xudo xolasa buni metrini har xil bo'lyapti. Endi joyiga qarab birinchidan, ikkinchidan baland pastligiga qarab 10 mingdan 20 minggacha uстановка bo'lyapti. Podsvetkada metri. Keyin so'ramoqchi bo'lganim, o'tgan safar 70 mingdan tochkasini degdingiz. Uni avtomati bor, podrezetnik ochishi bor perforatorda. Keyin metri bor. Shulari bilan birga bir xil qo'shilib ketganda 120 ming hisoblab berayotgan ekan. Sizni 70 mingni ichiga nimalar kiradi? Bizda 70 ming so'mni ichiga Tochkasiga. tochkasini bitishi deb biz mana shunaqa berganmiz, adashmasam shunaqa degandik. Podrezetnik uстановкасы, dalbiti, kabel tashlashi, rozetkaning o'zi uстановка qilishi. Hamma narsa yonishi, o'sha ishlasa siz bir narsa olib kelasiz, suqasiz, ishlasa bo'ldi. Bitta tochka bitishi bo'ladi. O'sha uchun 70 ming so'm haq to'laysiz. Bu undan ortiq qilinmaydi. Undan ortiq